Salom bo'ladi bugungi videomizda sizlar bilan Craft Boy. Bugungi videomizda juda ham qiziqarli o'yinlar bo'ladi. Biz bugungi videomizda qanaqadir videoda taekvondo ko'rib olasizlar. Biz videoni boshladik. Unda let's go baby. Hozir xaritamiz bizda. Bizning uyimizda shunaqa joylar bor. Kelmi? Salom Azbek. Yangi qo'shnilar keldi bizning uyimizga. Qanaqa qo'shnilar? Kim u? İsmi nima ekan? Ketdik. Bilmayman. Bittasini ismini bilmadim, lekin bittasini Otabekmi shunaqa edi. Ketdikchi? Qaysi keldi? Qayer nechinchi xona? Mana yerda bittasi bor ekan. İsmi yozilmagan ekan. Ronaldo. Yo, fanar. Salom. İsmi nima seni? Ronaldo. Ronaldomi? Ronaldo futbol o'ynashni yaxshi ko'rasanmi? Ha. Unda like va papkani bosib qo'ydi. Haydi. Like va Qara, biz keyinroq kechga ovga chiqamiz. Chunki ovqatlarimiz uch kamlashyapti. Shuning uchun biz ovga chiqamiz. Chiqasanmi sen ham? Ha. Bo'pti, men yangi qo'shniga aytib kelay. Uyingni yig'ishtirib ol. Uyingni yig'ishtirib olsam ketdik. Ismingni ham yozib qo'y. Mana shu yangi qo'shni. Birinchi marta bu yil qo'shni. Oh. Namuna. Kim bor? Kim bor? Yıldızlı sukuna ekan. Qani qaytdi? Mana. Qayoqqa ketasan? Nima qilyapsan? Ratishka, nima qilyapsan? Sukunamisan kimsan? Menga farq yo'q. Chiqoq, nima qilyapsan? Jim o'tir. Isming nima? Salom. Tepamda yozib qo'ygan. Yom. Sukuramiz. Ha. Endi kechki ovga chiqasan, biz ovqatlarimiz kam qoladi. Ovqatim bor 4 sak. Xo'p. Mayli xo'p. Chitirib yursan. Bo'pti, ketdik. Yo'q, men Minecraft o'ynayapman. Bolarimda. Urma, ziqma. Yo'l. Tag bolalar hozir biz yangi qo'shnilar bilan tanishib oldik. Endi kechki ovga chiqamiz. Tag bolalar hozir ovqat payti ham bo'ldi. Biz hozir ovqatga borib, keyin ovlashga boramiz. Ovqatlar qolganmi? Endi bor. Endi ovqatlanishga ketdik-da, mana hozir biz xonaga boryapmiz. Ronaldo, ketdik. Ha, bo'lyapti. Ketdik. Mana oshxonamiz bizda. Bitta sharbat. Hozir xarita. Meni xaritamni tushunolmas. Mana hozir yarmimiz chiqqanmiz. Xuddi unaqa narsasiga men qo'yganman. Chunki biz har doim unaqa narsa yemasdik. Kecha yangi yedi, shuning uchun tashqari izg'aran va biz hozir ozgina ovqat yeb olamiz. Yeylarni urishmaylar. Urishmaylar, hozir o'ylab qolasiz qilaylar. Urishmaylar. To'xta, Sukuna. Nima? Boramizmi? Ketdi. To'xta, narsalarni o'sirasigan. Kirkaymanda diyor. Urma meni. Urmalaring bir-birlaringni. Ovqat bor ekan qoldik. Ketdik. Boramiz ovganda. Yana bir-bir o'ldiraylik. Bolalar nima uchun narsalar qo'yganmiz demoqchi bo'lsalar. Chunki bu yerlarda qanaqa shunday muzdek joylar bor. Mana biz birinchi masjidlarni ko'rsatib chiqamiz sizlarga. Bu yerlarda bizning yasamachilarimiz va bu yerga biz sigirlar boqyapmiz. Bu yoqqa tutgan narsalarimizni mana shu yerdan oziq-ovqatlarimizni olib kelyapmiz. Bir kunda juda ham ko'p oziq-ovqat ketayotgani sababi bular dahshat ham ko'p edi, lekin bularni yarmini bir kunda yevordik. Hozir yana qolganlarini tuxumlar bilan ana o'sib ko'ramiz. Chiqmadi. Keyin mana yoqda archamiz bu. Ikkita. Men qurdim. Burasida esa Voy bo'lar, isming nima? nima? Isming nima? Azbek. YouTube kanaling bor ekan? YouTube kanalim bor. Nimasini? Craft Boy. Menga nima? Au. Dun. Yaxki Sen kalas ketib qolganmi deyman. BMW. Dun. yaxki. Men to'g'ri chiqsam ekanmi? Ketdikmi bolalar hammamiz? Tezroq Hamma yig'ilib qorong'i bo'lyapti shu. Hammalar to'xta, hamma kelsin. 4 kishimiz a? Yana bittamiz qani? Men Tezki. To'xta. Laylo ketdik. Bolalar ketdik. Oga.
Bunlar yaxshi kiyinib olgansizlar. Sigirlarni sırası öldürüp orayla. Oxirida kim ko'p to'plasa ana shu yutadi. Challenge. Ha, challenge. Sizlar yesanglar bo'ladi qornlaring och bo'lganda. Menikini killarimni olmanglar. Kimga kerak? Molniki ana keyin qo'yini hujumga keyin o'zi. To'g'larni. Bitta ovqat berib turib qornimdan so'z o'ylama. Mana o'g'lagan narsani yesang bo'ladi. İstesang. Oxirida hisoblaymiz. Kattadan ko'p hayvonlar ketdi. Mana bitta qaranglar, poda bor ekan. O'shani o'zi o'layapman. U yerda kraft bor. Yetti armiyasi bor. Menda creeper edi. Bizga ma yoqqa kelinglar, sigir bozor deb o'tdi. Men o'zgina yeb olishim kerak. Qolganlar qani? Qolganlar qani? 3 kishi men buni oldim. Men uzoqda sigir olyapman. Uzoqdamisan? Ketdik qolganlar. Men oldimda Ronaldo bilan Laylo bor. Qolganlarni oldiga borishimiz kerak. Kim oxirida ko'p to'plasa ana shu yutadi. Sigirni o'zi ham jungi ham bo'laveradi. Ovqati ham. Krincha zombi. Tuxum bo'lmaydi. Faqat go'sht, keyin mana qo'yni jungi. Juda to'pda ko'rsa kamga. Men to'pdan qarag'izlar. Bolalar tezda kerak. Mo'l uchyapti. Qanday sigir teng? Narxlaring nechi? Qarajaga ham qarang. Mayliga. Meniki. Qo'shni qilib. Meniki tur. Meniki 3. Meniki tur. Tur yarim. Meniki 3 yarim. Sizlar qayerda Biz hammamiz bitta joydamiz. Oxirda hamma uyda o'rtasida yig'iladi. Oxirga kelinglar, unaqa xor tugash o'ldirib. Hamma shitdi. Biznikilar. 3 kishimiz. Mollar qolmayapti shu. Balon darajasi 2 bilsa. Laylo qanday zombi qo'lyapti. O'lib ketishni istamasam. Zombilar ham daraja beradi. Zombilar ancha ko'p daraja berar ekan. Ha, to'ppa to'g'ri. Men bu yerda o'rgimchaklar bilan urushib yotibman. O'lmasam bo'ladi. Kimdir kelin jopdi. Meniki edi. Men kelin jopding. Tak o'zi bo'lla mana. Hozirda menda sizlarda nechta go'sht bo'ldi? To'xtanglar, mayli oxirida aytamiz, oxirida. O'rgamizdan keyin men o'sha qornim dahshatdan boshqa ketdi. Go'shtni. Hammasini xonada boramiz keyin. Qo'ylar qoldi. Bu yerda oxirgi sigirlar qolibdi 5 ta to'pda. Keyin esa qanaqadir no'chalar, nima deb to'g'rilar. Oxirida hammasini hisoblab keyin kim yutganini aniqlaymiz. Men to'g'ridan yig'yapman. O'zi uni qo'ylarni, to'g'richalarni o'ldiryapman. Kichkinalar o'ldimi ulardan hech narsa tushunmayman. Uch bola qolmadi men yonimda. To'g'rilardanmi? Ha, bolalar. Uyga keldim. Bolalardan. Mening uyga boryapman. Shu bo'ldi, uyga qaytamiz. Boshqa odam qolmadi. Ammo uyga qaytsin. Boryapman. Bitta. Birinchi Bitta qoldi, bitta borgan. qoldi. Bittani urdim. Ronaldo yutdi. Ikkinchi borgan. Dabdala, hammasi dabdala. Birinchi borgan dabdala. Chunki bizga bitta qo'yni o'ldirdim, bolachasi
onu qo'yib ketdi. Men Luluni o'ldiraman. Chunki ikkalasi bo'lsa baxtli bo'ladi. Ha, oshxonaga boramiz. Oshxonaga hamma guruhlarni Birinchi o'rinda Creeper keladi, qoch. Creeper ur, yaxshi. yo'q. Tak hozir uyga borib, kamdan keyin videoni mana bolalar hozir uyga keldik. Hozir ozgina ovqatlanib olaylik. Tak qarang. Men pechkaga qo'ydim, faqat ko'mirib. Tak hozir urma. Sutini saqlaymiz. Kimda molni anaqa junga tushgan bo'lsa, uni ham sananglar. Molda ham junga bo'ladi. Ha, qo'yniki, tovuqniki noz tushgan bo'lsa, Meniki pechkada. Men mana unaqa yasavuribman. qaranglar. Sandiq qo'yaylik, sandiq. Bo'ldi, to'xtanglar. Men sanayman. Bo'ldi, to'xtanglar. Men o'zim sanay. Sizlar o'zlaringnikini sanab turinglar. To'xtang. Bo'ldi, tak. Birinchi navbatda, mana qora qo'yni jungi kimda bor? Qora Menda. qo'yni jungi. Nechta bor? Bitta. Menda ham bitta. Menda yo'q. Qolganlarda yo'q. Mana Laylo bilan ikkalamizga bir ochkodan bor. Nimaga endi qora jun? Oq qo'yni jungi kimda bor? Menda bor. Hamlaringda bor. Kimda eng ko'p? Menda ikkita. Menda 9ta. Sendachi? 9ta mana. Qo'yni oq jungi. Mana bundaqami? Edi o'sha Ha. bir narsaga aylanib qoldi. Bitta edi, lekin yo'q. Hozir Layloda yana bir bal. Laylo 2 bal, senda 2 bal, menda 1 bal, qolganlarda 0 bal. Kulrang ana o'jilgan bor. Kulrang mana bunaqami? Menda Kulrang chang bitta menda. Bitta. Kulrang. men borku ana 3 ta o'rnidan menda yasab 3 qo'ydim. Bo'laverma. Kulrang jung nechta? Menda bitta. Qanaqa ikkita edi? Yo'q edi senda. Qani ko'rsat. Kulrang jungi bormi? Qani ko'rsat. Kulrang Bitta jung. bor ekan. Bitta bor. Ikkalangda yo'q demak. Mana Bitta, mana Jafarda bor edi. Jung deyapti. mana menda bor edi. Jafar oldi. Demak, Diyorga 1 bal. Diyorda 1 bal, menda 1 bal, Layloda 1 bal. Laylo 3, men 2, Menda Diyor. o'zi 2 bal bor. Laylo 3, men 2, Diyorbek yangi qo'shni 1. Endi qaranglar. Tovuqni, go'shti nechta sizlarda? Bitta. Ikkita. Menda 10 bitta masel sizniki 10 ta, men bitta. Seniki nechta? Seniki nechta? Menda bitta edi. Ha, unda 10 ta. Menda yo'q. Senda yo'q. Menda 22 ta. Menda 1 bal. Meniki 3 bal. Laylo bilan tengman. Kimda molni anavisi bor? Teri. Menda bor edi. 22. Sendachi? Ishto yasavurdim. Keyin ana bironi yasavdim, u ham biror narsaga aylanib. Molda junga qanaqa Hamma. bo'ladi? 12 ta ekan. 22 ta mana. Diyor Otabekda 1 bal va anaqa 1 bal. Men bilan Layloda 3 bal, Diyorbek bilan ikkalasida 1 bal. Bitta bal. Senda nol. 53 ta mana unaqa. Molni jungi. 20 Ha. 22 tasi buniki edi. To'xtanglar, ayiramiz hozir. Mana 31 ta bunda, senda Go'shti bor ekan. nechta go'sht bor senda? Menda 4 ta ekan bunda. bironta Sendachi? 37 ta. Senda nechta? Menda o'z bitta, chunki boy 4 tasini yedim. Men 8 tasini yedim. Tak, menda yana 1 bal, men 4 bal oldim. Endi mayli. Ana tovuqni pati nechtasi? Men 17 ta yedim, tasavvurdim. Menda 15 ta boy. Menda 22 ta. Bor kelaverdi. 15 ta. Manda Hozir 5 bal. Hisobmas. Manda 5 bal va men yutdim. Ertangi kungacha yana qani ertangi kungacha zaxiralarni hammasini olib qo'yamiz, bo'ldi. Hammasini solib O'zini xonasiga uxlasin. Krafpo, senga sandiq kerakmi? Uyingga. Bola salom. Bugungi kuram tugadi va ikkinchi qismni like va podpiska bo'lsanglar, yo 50 ta bo'lsak, ertaga chiqishi mumkin. Ikkinchi qism yo balkim chiqmas, yana bilmadim. Like va podpiskani bosib qo'ying. Obunachilar. Короче, ana obunani qaytarib olmaylar. Bitta mana 50 ta bergan insholladik shuni ham. Keyin ana bitta yaramas obunachi o'zini obunasini qaytarib oldi. Keyin biz yana 49 ta yo'q qoldik. Ertaga ana Craft Boy'ni ayasini to'lgan kun. Shunga obuna. Agar 50 ta obunachi bo'lsa, ikkinchi qismni chiqaramiz. Yo 10 ta like bo'lsa ham mayliga ikkinchi qism chiqaramiz. Ertaga bolalar ikkinchi qism chiqaramiz va unda juda ham ovlar bo'ladi va nizeritlar bilan jang. Ikkinchi qism sizlarga yo'qishi aniq. Shuning uchun like va podpiskani bosib qo'ying. Xayr, bo'ldi bolalar.